Hamma biladi, bu meni o'g'lim. Hamma biladi, bu meni adam. Jibtil, hamma joyda Opel budjet avj ketdi. Ama hali ovozimni hech kimga berganim yo'q. Bilaman, narxlar takoy qimmat bo'ladi hali. Xullas biz ota-o'g'il bitta ishonchli bot topdik. Turayor deydi. Oltin sandiq Telegram boti. Eng yuqori narx, eng ishonchli va tezkor. Pulini paynet yoki ko'proq ovoz yig'sanglar, kartaga tashab berishar ekan. Bu degani siz yaqinlaringizni, do'stlaringizni mana shu Telegram botga siz chaqirib ovoz berdirsangiz, sizni shotingizga har bitta ovoz uchun 10 ming so'mdan tashab berishar ekan. Uyda o'tirib soqqani qil degani bu. Botda o'zida ham 300 mingta aktiv bor ekan. Ular ham bekor kirmaganda. To'g'ri. Mana pastda hozir silkasini qoldiramiz, bemalol kelib ovoz berishingiz mumkin. Agar onam bo'lganlarida pulni bosib yechardik-a. Olayli eslatdi. Bo'l. Olayli.